Xitoy doiralari ummonning Xitoyda turishliq bosh elchisi, elchixona xodimlari, savdogarlari, muxbirlarni videolik suhbatga taklif qilib, Sharqi Turkiston ekran orqali sayohat qildirgan hamda ularga Uyg'ur musulmonlarining o'z e'tiqodi bo'yicha xotirjam, erkin, bayashat yashayotganligini ko'rsatgan. Bu faoliyatda Uyg'ur avtonom rayonlik siyosiy kengashining muavin raisi Nurum Ismoilxon Uyg'ur rayonining taraqqiyotini tunishtirgan. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Kengashining raisi Michel Bachelet may oyida Xitoy safariga mangadigan bo'lib, yaqinda Uyg'urlar, Tibetlar, Xitoylar, Hong Kongliklar qatorliqlarning 70 necha fuqaroviy tashkiloti kollektiv maktub yo'llab, o'zlarining bu qatimqi safar haqidagi talablarini yetkazdi. Bu ochiq maktubda bu qatimqi safar va tekshirishning rasmiyatchilik bo'lib qolmasligiga kepillik qilish qatorliqlarni talab qilgan. Xitoyning poytaxti Beijingda yaqinqi 20 soat ichida bayqalgan 22 yangi yerlik manbalik Xitoy virusi yuqumlanuvchisi butunlay karantina qilish ehtimolligiga bo'lgan andisha qo'zg'adi. Beijing kasalliklarning oldin olish va kontrol qilish markazining muavin mudiri Pang Xinhu bayonotida yerlik manbalik yuqumlanuvchilarning bir hafta ichida ko'rinarli tarqalganligini aytdi. Beijingning Shanxayga o'xshash butunlay qamal qilinish darajasiga tushib qolish ehtimolligi andisha qo'zg'atmoqda. Fransiya xalqi prezidentni saylash uchun tönögün bilet tashlashga qatnashdi. Bilet sanduqi taqalgandan keyin bilet hisoblash natijasida yangi prezident bekitildi. Hozirgi prezident Emmanuel Macron 58,2 bilet bilan qayta saylandi. Macron g'alaba so'zida mundaq dedi: "Nurg'un yurtdoshlari menga bilet tashildi. Meni qo'llash uchun emas, balki oshqin o'ngchillikni to'sish uchun tashildi." Yaponiyaning shimolida sayohat paraxoti cho'kib ketdi. Xabar qilinishicha, paraxotdagi 26 odam ichida 10 odam hayotidan ayrilgan bo'lib, 16 odamni izlash xizmati davomlashmoqda ekan. Masjidi Aqsa imom xotibi Shayx Ikrima Sabri Arab va islom davlatlarining rahbarlarini Isroiliyaning Masjidi Aqsoga qaratgan hujum planini oxirlashtirishga chaqirdi. Yana bir tarafdan Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bosh kotibi Antonio Guterresning Isroiliya va Falastin rahbarlari bilan ishg'ol qilingan Qudus rayonidagi jiddiylik to'g'risida telefonlashganligi va taraflarni tamkin bo'lishga chaqirganligi xabar qilindi. 2 ayning 24 kuni Rossiya Ukrainaga qarshi urush boshlagandan buyon tunji qatim Amerikaning 2 yuqori darajalik vakili, tashqi ishlar ministri Antony Blinken va davlat mudofaa ministri Lloyd Austin Kiyevga qarab yo'lga chiqdi.